Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Sharq Turkistonda tepilgan 2400 yil burungi at so'nggi Xitoy siyosiy tarixi haqida talash-tartish qo'zg'adi. Yevropa Ittifoqi terrorizmga qarshi kurash usuliga yangilash kirgizganligini e'lon qildi. Dunyo miqyosida Xitoy virusi bilan yuqumlanganlarning soni 54 milliondan oshdi. Bir Xitoy Belgiyadan 1 million 600 ming yevroga bir dona pochta kaptiri setib oldi. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Yaqında Xitoy G'arbiy Shimol universitetining ikki arxeologi bilan Amerika Colorado universitetining arxeologi William Taylor Sharq Turkistonning Barko'l noyasidagi Tosh Mo'sin degan joyda arxeologiyalik qazish berib 2400 yil burungi at so'ngaklarini bayqagan. Arxeologlar bu atlarning burun, chesh, bel so'ngaklarini analiz qilib, ularning buningdan 2400 yil burun minishga ishlatilganligini jazmlashtirgan. Lekin arxeologlarning bu atning so'ngaklarini Xitoy tarixiga bog'lishi talash-tartish qo'zg'agan. 13 noyabr Nyu-York vaqti gazetida e'lon qilingan bir maqolada ko'rsatilishicha, arxeologlar Tosh Mo'sindan topilgan at so'ngaklar kishilarning atni eng burun Xitoyda minganligining isboti deb ko'rsatgan. Shundaqla bu atning Xitoyda milodidan 350 yil burun jangda ishlatilib, Chin sulolasining Xitoyni birlikka keltirishi, Ipak yo'lini etishida o'ynagan rolini tushunish uchun muhim dalil bilan ta'minlaydiganligini ilgari surgan. Xitoy arxeologlarining bu yakuni amerikalik uyg'urshunos Georgia Town universitetining professori James Millwardning rad qilishiga uchragan. James Millward at so'nggi topilgan joyning bu davrlarda, ya'ni urushqoq bagliklar davrida G'arbiy Jou va Chin sulolasi zamin emasligi, G'arbiy Jou va Chin sulolasi chegarasi at so'nggi topilgan joyning 1700 kilometr sharqida ekanligini bildirgan. Nyu-York vaqti gazetidagi maqolaning avtori Katrin Kornaymo Twitterda tushuncha berib, Sharq Turkistonning milodidan burungi 352-yili Xitoy deb xato yozilib qolganligi. Bu davrdagi Sharq Turkiston Xitoyning siyosiy yoki madaniyat partiyasi emasligini ta'kidlagan. Atalmış Şinjan Gezitorining 17-yil tarqatgan xabardan Xitoy arxeologlari yaqinda Qumul shahri Everg'ol rayoni Qardöv bozorining Bo'ston kentidagi Lapchoq qadimiy shahardan atalmış Tang sulolasi davriga oid izlarni topganligini ilgari surgan. Yaqindan buyon Xitoy hukumatı Sharq Turkistonning bir qism joylaridagi Manchang sulolasi davrida qurilgan qal'a xarobalarini zo'r mablag' bilan remont qilib asliga keltirgan. Xitoy hukumatı ilgirki mezgillarda Charchandagi Zag'ulluq qabristonlik qatorliq qadimiy izlarga Xitoycha xatlar yozilgan soxta buyumlarni ko'mib, buni Xitoy madaniyatining Sharq Turkistondagi qadimiy izlar qilib ko'rsatishga uringan. 1980-yillarda soxtalikqa bayqalgan Kakmanir she'rlari dal buning bir misoli. Amerika hukumatı Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik siyosatlariga cheklama qo'yayotgan bir mezgilda Xitoy taratqullari orqa-orqadan xabar e'lon qilib, Sharq Turkistondan atalmış Tang sulolasi davriga oid izlarning ko'plab bayqalayotganligi, buning atalmış Xinjiangning azaldan Xitoyning bir qismi ekanligini isbotlaydiganligi haqida nomussizlarcha jar solmoqda. Yevropa Ittifoqi Yevropadagi terrorlikqa qarshi kurashning hech qanday diniy yoki siyosiy ko'z qarashni zarba obyekti qilmaydiganligini, uning butunlay terrorchilarga qartilganligini bildirdi. Yevropa parlamentining ichki ishlar mas'ul a'zosi Ylva Johansson, Adliya va ichki ishlar komitetining Fransiya va Avstriyada yuz bergan oxirgi qitimliq terrorlik hujumlaridan keyingi terrorizmga qarshi kurash temiliq yig'inida terrorlikqa qarshi o'rtaq kurashni kuchaytirishni xohlaydiganliklarini va 9 dekabr kuni terrorlikqa qarshi turishning yangi usullarini o'tirib qo'ydiganliklarini, terrorlik qarshi kurashining hech qanday din yoki siyosiy e'tiqodga qartilmasligi, faqat zo'ravon oshqo'lliq va uning barliq shakllariga terrorlikqa zarba berish kerak degan. Shundaqla Yevropa Ittifoqining terrorlikqa qarshi turish ko'rishining bir qism yangilik va yengillashlarga ehtiyojli ekanligini, Yevropa Ittifoqining tashqi chegarasini kuchaytirish, qurol yarog' setishni muvofiq tangshash, to'rda uyushmanlik qilish va tashviqotga yo'l qo'ymaslik, mazmunlarni qisqa vaqt ichida to'rdan o'chirib etishni o'z ichiga oladiganligini, terroristlarning Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar orasidagi erkin sayohat qilish kelishimiga taraf bo'lgan davlatlarga kirishning oldini olish uchun terrorlik tahdidi bolaning Schengen uchur ombiriga kirgizilish qatorliqlarning borligini, jinoiy qilmishlarga chetishli kishilarning DNA, barmoq izi va nomer taxtisi uchurlari qatorliq sonliq ma'lumotlardan tang bahramand bo'ladigan sistemini taraqqiy qildirish kerakligini o'tirib qo'yib, ijtimoiy o'yish kuchini oshirish uchun tirishchanlik ko'rsatadiganligini, ko'chmanlarning Yevropa bilan moslashish qatorliq masalalarda ilgarilashni qo'lga keltirishni xohlaydiganliklarini ta'kidlagan. Yakshanba kuni John Hopkins Xitoy virus tadqiqot markazining doklatiga qaraganda, dunyo miqyosida 54 milliondan ortiq kishi Xitoy virusi bilan yuqumlangan. Amerika, Hindiston va Braziliyada Xitoy virus yuqum ahvoli og'ir bo'lib, Amerikada 11 milliondan ortiq. Hindiston va Braziliyaning ayrim holda 8 million 800 ming va 5 million 800 mingga yetgan. 16 noyabr yakshanba kunida Hindiston o'tgan 24 soat ichida 41 mingdan ortiq kishining yuqumlanganligini xabar qilgan. Amerikadagi Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning shiddat bilan ko'payishi
Navojo'liq indiyalarning dushanba kundan boshlab 3 hafta butun taqash tadbirini yo'l qo'yishiga sabab bo'lgan. Yevropa Xitoy virusi bilan yuqumlanishning yangi to'lqiniga duch kelmoqda. Ba'zi davlatlar Xitoy virusiga qarata texmo qattiq cheklamalarni yo'lga qo'ymoqda. Shuning bilan bir vaqtda vaksina ijod qilgan Turk doktorlar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 75-navbatlik umumiy majlisining boshlig'i Vulqan Bozqir, professor doktor Shohin bilan doktor O'zlam To'rajini Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 3-4 dekabr kunlari chaqirilgan yuqori darajaliklar yig'iniga taklif qilingan. Mazkur vaksinaning Xitoy virusiga qarshi turish nisbatining 90% yuqori ekanligi e'lon qilingan edi. 15 noyabr yakshanba kuni Belgiyada o'tkazilgan kim ortiq savdosida kimligini oshkorlamagan bir Xitoy 1 million 600 ming yevro, taxminan 12 million 510 ming yuan xalq pulga Yu Kim ismli Belgiya musobiq kaptarini sotib olgan. Dunyodagi eng chong kaptar kim ortiq savdosi to'rbetining sonliq ma'lumotlariga qaraganda, kim ortiq savdosi bahasi 2019-yilgi 1 million 250 ming yevrodan oshib ketgan. Bu Yevropada hozir qadar eng yuqori bahada sotilgan kaptar hisoblandi. Newkim nomli tish kaptarini topshirib berish bosqichi oxirlashguncha o'g'irlanish xavfiga qarshi maxfiy bir joyda saqlanganligi, Xitoyga yetib borgandan keyin qayta Belgiyaga uchib kelmaslik uchun alohida rayonda beqiladiganligi bildirildi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.